Qo'limizga kitobni olamiz va bosamiz. Ochilgan menyuda Terminatorni spam qilish imkoniyati bor. Terminatorning ko'rinishini tanlash mumkin, lekin shart emas. Keyin spam tugmasini bosamiz. Bu Terminator qo'shimchasi haqida qisqacha ma'lumot bersam, bu mod sizni ovlaydigan va yo'q qilishga harakat qiladigan Terminatorni chaqiradi. Siz esa uni oldirishga yoki undan qochib omon qolishga majbur bo'lasiz. Men bir necha marta urinib ko'rdim, lekin uni oldirish juda qiyin, chunki uning joni juda ko'p va tez tiklanadi. Shunga qaramay, do'stlar bilan birga o'ynaganda bu qo'shimcha juda zo'r va qiziqarli chiqadi. Agar bu qo'shimchani qo'shsangiz, qo'lingizda cheksiz totem bo'ladi. Shu totem orqali har turli rejimida olmay, xavfsiz o'ynashingiz mumkin. Hozir Yobir bola deb nomlagan Terminatorimiz kelyapti. Tezroq kel. Endi meni oldirishga urinib ko'rchi. Umuman olganda, bu qo'shimcha juda yoqdi. Oldin har turli o'yinlarni qayta boshlash jonimga tegib ketgan edi. Endi esa qo'rqmasdan har turli o'ynashim mumkin bo'ldi. Bu qo'shimcha o'yinimizdagi buyum va elementlarga realistik fizika qo'shadi. Natijada butun o'yinimiz yanada jonli va haqiqatga yaqin bo'lib qoladi. Inventaringizdagi buyumlarni uloqtirsangiz, ular endi havoda aylanib yurmaydi. Aksincha yerga tushib, to'g'ri yiqiladi. Agar oyoqlaringiz bilan tepsangiz yoki sursangiz, buyumlar ham suriladi, aylana boshlaydi. Juda real va ajoyib ko'rinadi. Eng qulay jihati, buyumni olish uchun endi uni bosib o'tirish shart emas. Shunchaki buyum ustiga bir marta urasiz, u darhol inventaringizga tushadi. Bu qo'shimcha bilan o'yin butunlay boshqacha mazmun kasb etadi. Har bir mayda detallar ham yoqimli va maroqli bo'lib qoladi. Maroqli o'yin va dam oling. Blood Disguise mod. Bu berkinmachoq o'ynash uchun yaratilgan juda ajoyib qo'shimcha. Bu mod yordamida siz istalgan blokka aylana olasiz. Devor, pol, ship, daraxt, tosh, xohlagan narsaga. Do'stlaringiz sizni oddiy blok deb o'ylab otib ketishi mumkin. Ammo siz ularni kuzatib, kutilmagan joydan chiqib qo'rqitishingiz mumkin. Bu o'yinni yanada qiziqarli va kulgili qiladi. Ayniqsa do'stlar bilan o'ynaganda bu modning ta'siri butunlay boshqacha. Birgalikda berkinmachoq, tag and seek yoki oddiy survivalda bir-biringizni aldash juda zo'r o'tadi. Kimdir devorga aylansa, kimdir sandiqqa, kimdir esa oddiy otga. Hech kim bir-birini topolmay qoladi. Tavsiyam: agar do'stlaringiz bilan Minecraft o'ynasangiz, Blood Disguise modni albatta qo'shib ko'ring. O'yinlaringiz ancha uzun, qiziqarli va hazil-huzulli bo'lib qoladi. Har safar yangi taktikalar o'ylab topasiz. Bu modni sinab ko'rganingizdan keyin boshqa hech qanday berkinmachoq oddiy tuyulmaydi. Videodagi qo'shimchalar kommentariyadagi linkda.